Assalomu alaykum muslimalarim. Hozir sizlarga doim tayyorlasam qaynona oyijonimdan maqtov eshitishimga sababchi bo'ladigan pirog retseptim bilan bo'lishmoqchiman. Ertalab kuchoyligi kofelar bilan shunaqa zo'r ketadi-yu. Birinchi navbatda 400 gram unga 250 gram shidrilitani sovalasizlar. Qirg'ichdan chiqazib olsanglar, maydalash juda ham oson bo'ladi. Ustiga vanilin va ozgina razrixitil qo'shib olsanglar, pirogilarning mazasi ham, hidi ham juda ham mazali chiqadi. Ikkita tuxum va eng katta siri kaminka qaymoqlarida. Agar shu qaymoqdan foydalansanglar, sizlarni tayyorlayotgan barcha pesochniy piroklaringiz juda ham mazali chiqadi. Xamiringlarni kamida 2 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yasizlar. Tayyor bo'lgandan keyin xamir ikkiga bo'lib, listinglarni yog'lab, xuddi videoda ko'rsatilgandek joylashtirib olasizlar. Biz har doim o'rik pishganda vareniya qilib qo'yamiz. Bu o'rikli pirogim barcha oila a'zolarimga yoqadi. Ustini xohishga ko'ra bezatasizlar.